Har qanday mamlakatning barqaror rivojlanishi, aholisining farovon yashashi va xalqaro maydonda boshqa mamlakatlar bilan teng huquqli ravishda faoliyat yuritishi bu albatta o'sha mamlakatning barqaror iqtisodiyoti hamda turli tebranishlarga dosh beruvchi iqtisodiyotiga bog'liq bo'ladi va O'zbekiston so'nggi yillarda o'z iqtisodiyotini rivojlantirish, yanada mustahkamlash bo'yicha tizimli va barqaror ishlarni amalga oshirmoqda. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar va hurmatli mutaxassislarimiz. Sizlarni studiyada ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Darhaqiqat bilasizmi Ziyobiddin, avval iqtisod, so'ngra siyosat deyishganidek, jamiyat taraqqiyotida aynan iqtisodiy barqarorlik muhim vosita hisoblanadi. Chunki mamlakatda agar iqtisodiy barqarorlik bo'lmasa, unda inflyatsiyaning oshishiga hamda budjetdagi nomutanosibliklar sababli siyosiy islohotlar ham o'z natijasini ko'rsatmaydi. Agar iqtisodiy barqarorlik mavjud bo'lsa, aholini turmush darajasi yaxshilanadi. Shu bilan birgalikda davlatga nisbatan ishonch ham ortib boradi. Ayni mana shu sababdan bugun biz 2025-yilda barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda ularning natijalari haqida gaplashamiz. Albatta bu juda ham katta mavzu va ushbu mavzu bo'yicha suhbatlashish uchun bizda ko'plab soha mutaxassislari studiyamizda jam bo'lib turishibdi. Dastlab ularga yuzlansak, barchangizga xush kelibsiz deymiz yana bir bor. Avvalo bir masalani o'rtaga tashlasak, umumiy ma'noda bir boshlaydigan bo'lsak, davlat iqtisodiyoti mustahkam bo'lishi uchun, davlat barqaror rivojlanishi uchun aynan iqtisodiyotda nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta bugungi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi biz tanlab olgan yo'l va mamlakatimiz prezident boshchiligida yuritilayotgan iqtisodiy siyosatning bir natijasi sifatida qarash kerak. Bilamizki, O'zbekistonda 2030-yilga mo'ljallangan O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilgan. Sizlar yuqorida aytgan yo'nalish bu ikkinchi yo'nalish. O'zbekistonning barqaror iqtisodiy o'sishi orqali aholi farovonligini, demak, yuksaltirish masalasi o'rtaga tashlangan. Chunki har qanday iqtisodiyotni baho berish uchun pirovard natijada aholi farovonligi hisobga olinadi. Va bu aholi farovonligi esa iqtisodiy o'sish bilan to'g'ridan to'g'ri chambarchas bog'liq hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning bir qancha omillari bor. Biz iqtisodiyot yo'nalishida aytamizki, birinchi eng muhim omil bu ishlab chiqarish omili. Mana O'zbekistonda keyingi davrda ishlab chiqarishning turli shakllari, mahsulot ishlab chiqarishning yangi turlari o'zlashtirilishi, 40 milliarddan ortiq investitsiyalarni jalb etilishi hisobiga yangi ish o'rinlarini yaratilishi, aholining daromadlarining keskin o'sib borayotganligini kuzatish mumkin. Bu hammasi iqtisodiy barqarorlikning, demak, natijasi hisoblanadi. Ikkinchi omil bu iqtisodiy o'sishi uchun xizmatlar sohasini bevosita rivojlantirish kerak. Ya'ni bozor ishtirokchilari xizmatlardan erkin foydalanib, bu orqali o'zlarining tadbirkorlik manfaatlarini himoya qilib, qulaylik bilan ish yuritish kerak. Uchinchi omil esa bu bevosita erkin almashanadigan valyutani joriy etilganligi ham 2017-yilda sizlar yaxshi bilasizlar. O'sha dunyoning xohlagan valyutasiga o'zbek so'mini almashtirib, bevosita o'sha ishlab chiqarishni ham, tovar sotishni ham. Uchinchisi esa bu eksport salohiyatini biz alohida ta'kidlaymiz. Har qanday iqtisodiyotning pirovard maqsadlaridan biri bu mahalliy ishlab chiqarilgan tovar va mahsulot va xizmatlarni dunyoga eksport qilish, ya'ni jahon bozorini, demak, egallash hisoblanadi. Va bundan tashqari yana bitta muhim omil bu bank tizimining shaffof, erkin, ayniqsa mana hozir rivojlanib boryapti, raqamli asosda rivojlanib borishi, shu orqali demak o'sha tadbirkorlarga erkin imkoniyat yaratib berish va keyingisi, men hammasini sanab o'tirmayman, biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz, umuman jami tadbirkorlarimizga o'sha mamlakatda erkin iqtisodiy faoliyat yuritish uchun butun shart-sharoitlarni, preferensiyalarni, imtiyozlarni, qulayliklarni yaratib berish bo'yicha qabul qilingan qonunchiligimiz va prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan shart-sharoitlar ham bu o'sha barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida O'zbekistonda yuzaga chiqyapti hozir.
mana shularni men ta'kidlab alohida aytmoqchimanki, barqarorlik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning boya yuqorida sanab o'tgan bir qancha omillari bor. Shu omillarni bizlar mahkam tutsak va rivojlantirsakkina iqtisodiy barqarorlik bo'ladi. Iqtisodiy barqarorlik bu iqtisodiy o'sishga erishiladi. Iqtisodiy o'sish esa bevosita xalqimizning farovonligini ortishiga xizmat qiladi. Oxirgi yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti haqiqatdan ham yalpi ichki mahsulotga qaraydigan bo'lsak ham, aholi daromadlariga qaraydigan bo'lsak ham, savdo, ya'ni xarid qilish qobiliyati darajasiga qaraydigan bo'lsak ham anchagina o'sdi. Hattoki Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda aynan O'zbekiston iqtisodiyoti Yevrosiyo qit'asida eng tez rivojlanayotgan, ya'ni foizlarda ko'rsatadigan bo'lsak, bu raqamlarda asosan foizlarda ko'rsatadigan bo'lsak, eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar qatoriga kirdi. Joriy yilni dastlabki 9 oy yakunlari bo'yicha ham adashmasam 7% dan oshiqroq yalpi ichki mahsulot o'sish ko'rsatkichi qayd etildi va bu jarayonda aynan tadbirkorlik subyektlariga katta e'tibor berilyapti. Bugungi kunda mana shu tadbirkorlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida qisqacha to'xtalsak. Tadbirkorlik faoliyati avval qanaqa edi, bugun qanaqa? Mana shu bo'yicha ikki og'iz. Marhamat. Men 97-yildan beri universitetda 4-kursidan hali bitirmasimizdan ko'z ochib ko'rganim tadbirkorlikning ichida suyagimiz qotgan. Bir kun ham na davlat sohasida ishlamaganman, na biror boshqa kompaniyada ishlamaganman. Ya'ni noldan $10,000 qarz olib 97-yildan beri oilaviy tijoratimizni boshlab bugunga kelib korxonalarimiz soni o'nlab korxonalarimiz, minglab xodimlarimiz bor. Har bitta davrda o'zini balandpastlarini ko'rganmiz. Birinchi davrda o'zi oyoqqa turganmiz, baraka topganmiz, lekin mashaqqatlarni ham juda ko'pini ko'rganmiz. O'ziga yarasha balandpastliklar bo'lardi. Lekin 16-yildan keyingi o'zgarishlar nima bo'ldi? Haqiqatan ham sezdinglarmi desanglar, tadbirkorni psixologiyasi biz endi ichida yuramiz. Birinchi navbatda qo'rquv yo'qolganligini o'zi katta ne'mat. Ya'ni 16-yilgacha biz bilgan ko'p tadbirkorlar hali zapasnoy aerodromlarda, Turkiyada, Dubayda, Rossiyada, Rigada har ehtimolga qarshi topgan daromadi u yo'qolib ketardi. Biznesini bitta emas, 4 ta 5 ta kichkina biznes qilardi. Nimagaki o'zimiz guvoh bo'lganmiz, maski shoular bo'lardi tadbirkorlarda. U turkuaz olasizmi, komfort bo'ladimi? Hatto meni korxonamda bitta xodimimizni bir chiroyli muomala qilmaganligiga kerakli organlar tekshirib, qancha molimni musodara qilib 2013-yilda Amerikaga ko'chib ketaman degan kayfiyatim bo'lgan. O'shaning uchun 16-yildan keyin bunday qarasangiz tadbirkorlik qilish ancha osonlashdi. Bunga hammamiz guvohmiz. Iqtisod rivojlanishini qatdan bilamiz. Ko'chadagi probkalarimizni qarang, mashinalarni qarang, uy-joylarning qurilishini qarang. Bu degani xalqimizning qo'lida pul paydo bo'ldi. O'sha zapasnoy aerodromda Turkiyaga, Dubayga, Amerikaga, Rigaga, Rossiyaga olib ketilgan pulni chet el investorlar emas, o'zimiz tadbirkorlar qaytarib olib keldi. Shu yerda pulimni tiksam, men ko'proq pul topaman. Bu yerda pul qilish imkoniyatim ko'proq. Topganimni bari mana shu tiksam 10 ta emas, 50 ta, 50 ta emas, 100 ta, 100 ta emas, 200 ta, 1000 ta xodimni shu yerda ishlataman. Shu yerda bola chaqasini boqishiga men ham sababchi bo'laman degan niyatda tadbirkorlarimiz ishondi va bugun o'sha yana bir marta aytaman, ko'chadagi mashinalarga, uy-joylarga, insonlarning yurishi, turishiga qarab, mana bu qurilayotgan binolarga qarab o'zgarishi farqini menimcha birovgaligi isbotlashga unaqa ehtiyoj yo'q. Lekin har bir narsani pluslari, minuslari bor. Bu davrda plusi biznes qilish ancha osonlashdi, minus qilish raqobat kuchaydi. Oldin 100 ta tadbirkor qila olgan ishni bugun minglab inson qila oladi. Yoshlar ham kerak bo'lsa, sal bilimini olsa, u ham qila oladi. Oldin tadbirkor televideniyaga chiqsa, qo'y ko'z tegadi, bolam deyishardi. Qo'y ortiqcha gapirmagin, ko'z tegadi deyishardi. Hozir tadbirkor kerak bo'lsa, 16-yildan keyin qahramonga aylandi. Chiqinglar gapiringlar. Chiqinglar tadbirkorlik orqali pul topsin, bola chaqasini boqsin, ota-onasidan uzoqqa ketmasin. Yangi o'ylangan yigit qiz ayolini, farzandlarini tashlab ketmasin qora mehnatga degan siyosat darajasiga ko'tarildi. Buni men maqtash ma'noda emas, haqiqatan ham shu bor gap shu. Chunki aholimiz yilga salkam millionga yaqin o'syapti. Bu degani har yil 500 ming, 1 millionga yaqin yigit qiz maktabni, litsey, institut bitirib o'ylanish yoshiga kelganda men pul topishim kerak degan ehtiyoj bor.
davlat xohlasa ham millionlab insonlarga ish o'rin yaratib bera olmaydi. Buni faqat va faqat biznes qilib bera oladi. Har bitta biznes qo'lida 10 ta xodim ishlatsa ham u geometrik progressiya bor-da. $500 oylik beradimi? Endi men solishtirish uchun $1000 beradi, o'sha yerda chetga ketmasdan qilsa bo'ladi degan narsani odamlar ishondi, tadbirkorlar ishondi. Buni o'zi katta. Tadbirkorlarimiz ishongandan keyin borib davlatimiz, men yaqinda Amerikaga elchixonamizga bordik. Biz qancha gapirmaylik, bu yerdagi investorlarga baribir sizlar gapirganingizga yetmas ekan deydi. Amerikadagi biznes egalari bo'ladimi? Davlat vakilidan ko'ra tadbirkor bilan gapirganda, aka ish qiladigan biz bilan siz qanchalik men pulimni tiksam, ishonsam bo'ladi deydi. Biz ishonsak, ular pulni olib kelyapti. Million dollar O'zbekning bolalari o'tda topgan trakdan, boshqa-boshqadan topgan pulini O'zbekistonga olib kelib pulni tikyapti. Menimcha nimaga? Chunki o'tda tikkan puli bunaqa o'sish imkoniyati past. O'tda daraja balandda, o'tda 3% ga o'ssa ham, 5% ga o'ssa ham to'ppisini osmonga o'tadi. Bu yerda bemalol olib kelib pulini 1 yil emas, mayli 2 yil, 2 yilda emas, 4 yilda 1,5-2x, ya'ni oshira oladi, qiymat yarata oladini ishondi. Shuning uchun gapiramizda gap ko'p, qolganini mana ustozlar turishdi. Haqiqatan ham davlat rahbari tadbirkorlar bilan uchrashuvlarda ham bir o'zlari aytib o'tdilar. Har qancha pulinglar bo'lsa, O'zbekistonning ichidagi bizneslarga, O'zbekistonning ichidagi sohalarga tikinglar, investitsiyani o'zimizga kiritinglar. Men o'zim shaxsan himoya qilaman sizlarni. Hech kim ortcha bezovta qilmaydi degan bir nutqlari ham ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p aylangan, selektorlarda bu gap juda ko'p aytilgan. Bugun O'zbekistonga kirib kelayotgan mana shu ichki, umuman tashqi investitsiya hamda ichki investitsiyaning iqtisodiyotdagi roli qanchalik muhim, qanchalik bu iqtisodiyotimizda katta rol o'ynayapti? Albatta, bu mana ustozlarimiz ham ta'kidlab o'tishdiki, boshida iqtisodiy o'sishi bir asosiy omillardan bittasi, ya'ni investitsiyalar. Ya'ni investitsiyalar chetdanmi, ichkaridanmi, bu asosiy qiymat yaratadigan bir moliyaviy manba sifatida bu juda muhim rol tutadi iqtisodiy o'sishda. Mana joriy yilda agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mana 9 oylikda 15% ga oshdi asosiy kapitalga investitsiyalar. Bunda o'sha xorijiy investitsiyalar, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 1,5 marotaba oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu investitsiyalarning kelishi bu o'zidan o'zi emas, chunki investor o'zini pulini o'sha qaytimini olish nuqtai nazaridan yoki daromad olish nuqtai nazaridan demak pul tikadi mamlakatga. Ya'ni O'zbekiston ular uchun jozibali, ular uchun barqaror bo'lganligi uchun ham demak investorlar mamlakatga kelgan holda o'sha o'z investitsiyalarini kiritmoqda. Buni misol uchun mana yaqinda xalqaro reyting agentliklari bor, o'sha S&P, Fitch deymiz. Ushbu reyting agentliklari tomonidan o'sha mamlakatlarga reyting baholari qo'yiladi. Mana yil boshida agar Fitch agentligi bizga o'sha o'zini reyting ko'rsatkichini BB minus, ya'ni barqaror ko'rsatkichdan demak BB ko'rsatkich, ya'ni bu bitta pog'onaga ko'tarilish sifatida baholagan bo'lsa, yaqinda S&P reyting agentligi ham xuddi shunaqa demak agentligi tomonidan reytingimizni bir pog'onaga ko'tardi. Bu o'sha 2017-yildan beri o'sha reyting suveren reyting olganimiz boshlagandan beri bu birinchi marta ko'tarilish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu birinchi navbatda investorlar uchun juda yaxshi signal. Chunki investorlar mamlakatda demak makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish yuqoriligi yoki bo'lmasam aholi farovonligini ko'rsatadigan bir ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni investorlar uchun bu bir signalki, demak mamlakatda haqiqatan taraqqiyot bor, haqiqatan demak yuqori o'sish sur'atlari qayd etilmoqda. Shu nuqtai nazardan demak investitsiyalarni kiritsak bo'ladi degan ma'noda. Endi investitsiyalarning o'zini bevosita ta'sirini agar aytadigan bo'lsak, albatta har bir investitsiya, har bir kirayotgan investitsiya bir qiymat yaratadi. Ya'ni bir ishlab chiqarish uchun kiritiladi bu investitsiya yoki bo'lmasam biror bir xizmat ko'rsatish sohasiga kiritilsa, u yerda ish o'rinlari yaratiladi. Ya'ni aholini bandligini ta'minlash yoki bo'lmasam o'sha aholi o'sha sohada ishlayotgan aholining daromadi oshishi yoki bo'lmasam o'sha investor tomonidan yangi texnologiya, texnika, yangi tajribalar ya'ni mamlakatga kirib keladi. Bu faqatgina moliyaviy mablag' emas, bu yerda o'sha aytib o'tganimdek tajriba, har xil o'sha ekspertlik demak ekspertiza deydi yoki boshqa tilda aytganda. Ana shunga o'xshagan demak ijobiy holatlari mavjud va bu o'z navbatida iqtisodiy o'sishga, iqtisodiy faollikni yanada kengayishiga, o'sha ko'plab ishlab chiqarish demak zavod, fabrikalar ochilishiga, ko'plab aholini bandligini ta'minlashga demak o'z navbatida turtki beradi. Mamlakatimiz rahbari aynan Shavkat Mirziyoyev tomonidan iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda makroiqtisodiyotni siyosatini amalga oshirish asosiy maqsad va vazifalarini qilib belgilangandi. Aynan makroiqtisodiy siyosatni amalga oshirishda aholiga qay darajada foydalanishda, ularni qo'llashda samara bermoqda? Endi makroiqtisodiy barqarorlikka o'ziga agar buni to'xtaladigan bo'lsak, o'zi mana iqtisodiyotda ham muvozanat degan tushuncha bor. Ya'ni har bir narsa muvozanatda bo'lishi kerak. Chunki keragidan ortiq
oshish yoki keragidan ortiq pastda bo'lish bu har xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni muvozanatda bo'lishi bu o'sha ko'proq balansda saqlash bu ko'proq va uzoqroq o'sish mumkinligini bir ko'rsatadigan narsa. Endi shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, birinchi navbatda makroiqtisodiy barqarorlikning bir belgisi iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlanib qolinishi barqaror. Ya'ni biz mana so'nggi yillarda ko'rib turibmiz 6-7% darajasida demak o'sib kelyapmiz. U demak barqaror sur'atlarda mana yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, O'zbekiston o'sha mintaqadagi eng jadal rivojlanayotgan 5 mamlakatlardan bittasi sifatida qayd etilgan Jahon banki tomonidan. Qolaversa mana inflyatsiya darajasi, bu inflyatsiya bu narx-navo, ya'ni narx bilan bog'liq bo'lgan bir asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich sifatida qaraydigan bo'lsak, inflyatsiya darajasi pasayish tendensiyasiga o'tgan joriy yilda mana noyabr oyida 7.5% gacha pasaydi. O'tgan yilni solishtirish uchun bu 10% atrofida bo'lgan ushbu ko'rsatkich, hozirda 7.5%. Inflyatsion target asosan davlat fiskal siyosatida inflyatsion target maqsad qilingan edi. Adashmasam bir necha yil oldin 5% gacha tushirish. Mana shunga qachon erishamiz? Endi ushbu ko'rsatkichga endi bizni prognozlarimizga ko'ra, endi hukumat prognozlariga ko'ra ushbu ko'rsatkich 2027-yilga erishilishi kutilmoqda. Ya'ni keyingi yil biz demak 7% atrofida prognoz qilyapmiz inflyatsiya darajasini va 2027-yilga borib 5-6, ya'ni o'zining target darajasiga tushishini demak kutilmoqda hozirgi kunda. Endi boyagi mavzuni agar oxirigacha yetkazib qo'ysam, ruxsat bersanglar, demak makroiqtisodiy barqarorlikning yana bir belgisi bizda mana konsolidatsiyalashgan budjet defitsiti degan ko'rsatkich, ya'ni budjet daromad va xarajat o'rtasidagi tafovut deydigan bo'lsak, ushbu ko'rsatkichda ham demak pasayish kuzatilmoqda bu yilda. Ya'ni o'tgan yili 3% ni tashkil qilgan bo'lsa, yalpi ichki mahsulotga nisbatan bu yil yakuni bilan demak 3% gacha pasayish kutilmoqda. Qolaversa, asosiy yana bir muhim ko'rsatkichlardan bittasi va investorlar uchun ham muhim bir ko'rsatkich xalqaro valyuta zaxiralari. Ya'ni xalqaro valyuta zaxiralarimiz joriy yilda mana noyabr oyida 1-dekabr holatiga demak 62 milliarddan oshdi. Bu misol uchun o'sha 91-yildan olib qaraydigan bo'lsak ham bu eng yuqori ko'rsatkich hozirgi kunda. Ya'ni bu o'zi xalqaro valyuta jamg'armalarining muhimligi bu o'sha himoya yostig'i deymiz, qo'pol qilib aytganda, yoki bo'lmasam bir bufer sifatida qaraladi. Ya'ni iqtisodiyotda bir tashqi shoklar, tashqi zarbalar yoki bir nobarqarorlik bo'lgan holatda o'sha xalqaro zaxiralar yordamida iqtisodiyotni stabilizatsiya qilish yoki muvozanatga keltirish uchun bir zaxira sifatida qarasak, ushbu zaxiralarimiz demak 62 milliard. Bu umuman xalqaro me'yorlar bo'yicha ham yoki boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda ham juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, aynan inflyatsiya masalasiga to'xtadik. Rivojlangan mamlakatlarda inflyatsiya 2-3% ni tashkil etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 3-6% ni tashkil etish kerak. O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, 2024-yilda bu ko'rsatkich 10.8% ni tashkil etgan bo'lsa, bir yilda aynan oktyabr oyigacha bu ko'rsatkich 7.8% ni tashkil etdi. Yil yakuniga qadar va 2026-yilda esa 7% bo'lishi maqsad qilingan ekan. Lekin bir narsa o'ylantirdi, bir yil davomida 3% ga inflyatsiya tushishini qanday ijobiy va salbiy tomonlari bor? Bu aynan deflyatsion deflyatsiya holati va bunga qanaqa erishilyapti degan savolni ham qo'ysak menimcha bir muhim bo'lardi. Holat emas, endi deflyatsion teskarisi, ya'ni narxda namarot arzonlashish. Hozir 7% degani 7% ga narx oshdi degani. Ya'ni inflyatsiya bu o'zi nomi bilan pul narx-navoning oshishi. Ya'ni o'tgan yilga nisbatan kamroq oshdi desak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni o'tgan yili bu 9% ga yoki o'sha siz aytgandek 10% dan yuqori sur'atlarga oshgan bo'lsa, bu yil demak 7%, 7.5% ga noyabr oxirgi ma'lumotga ko'ra 7.5% ga oshdi. Endi agar savol o'sha o'tgan yilga nisbatan inflyatsiya sur'atini sekinlashishi nimani hisobiga demak bo'ldi deb agar qo'yadigan bo'lsak, bunda albatta birinchi navbatda o'sha Markaziy bank bu bizda o'sha inflyatsiya targetlash siyosatini olib boradigan rejimida demak siyosatini olib boradigan tashkilot sifatida ularda olib borayotgan monetar siyosat, ya'ni pul kredit siyosati, ya'ni u nisbatan qat'iy bo'lgan pul kredit siyosatini birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak. Ikkinchi navbatda hukumat tomonidan ham demak narx-navoni oshmasligi yoki o'sha keskin oshmasligi borasida zaruriy chora-tadbirlar bu nimalarda ko'rinadi? Bu misol uchun har oyda o'sha hukumat darajasida yig'ilishlar o'tkaziladi va har bir demak bozorda, supermarketlarda yoki bo'lmasam shu savdo rastalarida o'sha eng muhim o'sha oziq-ovqat narxlarini oshishi monitoring qilib boriladi va uning natijasida qaysi tovarlar tez oshyapti, qaysi tovarlarda demak yuqori o'sish sur'atlari qayd etayotganligini demak kelib chiqib zaruriy o'sha tezkor chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Bu tadbirlar qanday bo'lishi mumkin? Bu tadbirlar o'sha deylik, misol go'sht, kartoshka yoki bir qaysidir bir sabzi deylik, o'sha qishloq xo'jalik mahsulotida narx yuqori oshayotgan bo'lsa, bozorda ushbu tovarlarning taklifini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Ya'ni deylik, shu import orqali yoki boshqa qo'shni mamlakatlardan o'sha tovarlarni bozorga kirib kelish va shu orqali narxni
tushirishga qaratilgan demak chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu sababli demak inflyatsiya darajamizda ham demak joriy yilda sekinlashishni ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiy barqarorlik haqida so'z ketganida, bu bevosita mamlakat ichidagi aholini, ya'ni mehnatga layoqatlilik darajasi ham ko'riladi. Hozirgi kunda bizdagi rasmiy statistikalarga ko'ra 20 milliondan ortiqroq inson rasman ishga layoqatli insonlar hisoblanadi va ularning 14 milliondan ortiqrog'i xususiy sektorda band ekan. Va mana shu qolgan bir ishsizlik darajasini tushirish bo'yicha bu qanaqa ishlar amalga oshirilyapti bugungi kunda mamlakatimizda? To'g'ri. Agar ruxsat bersanglar, siz davom ettirasiz. Inflyatsiya masalasida sodda qilib qo'shimcha qilib ketaman va davom ettiramiz. Inflyatsiyani agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, bizni cho'ntagimizdagi 1 million pul agar siz aytganday 10% bo'ladigan bo'lsa, 10% ga kamroq xarid qilamiz degani. Sodda qilib aytganda. Nima uchun biz inflyatsiyani barqarorlik omili sifatida qarayapmiz? Chunki aholi farovonligini oshirish pirovard maqsadimiz-ku. Shuning uchun inflyatsiyani qancha past darajaga tushirsak, aholini siz yuqorida aytgan xarid qobiliyati oshadi-da, farovonlik darajasi o'sadi. Inflyatsiyaning mohiyati shunday. Nazariya bo'yicha ma'lum bir 1%, 1,5% inflyatsiya kerak hisoblanadi iqtisodiyot uchun. Lekin boyaginday 10% yoki 8% emas. Bu o'sha iqtisodiyotda uning barqarorligiga agar inflyatsiya yuqori bo'ladigan bo'lsa, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari makroiqtisodiy ko'rsatkichlarda inflyatsiya o'rtachasi olinadi. Undan tashqari hisob-kitoblarda tovarlar guruhi bo'yicha ham inflyatsion daraja hisobga olinadi. Misol uchun kimnidir iste'molida bor tovar narxi 20% ga oshsa, shu iste'molda yo'q oila uchun u 20% ta'sir qilmaydi. Mana misol alkogol mahsulotlari, tamaki mahsulotlari, boshqa mahsulotlar borki, agar uni iste'mol qilmaydigan bo'lsa, unga inflyatsiya. Shuning uchun ham inflyatsiyani makroiqtisodiy nuqtai nazaridan biz 7% ga tushirmoqchimiz, lekin ayrim tovar guruhlari bo'yicha 20% bo'ladigan bo'lsa, u o'shani iste'mol qiladiganlarga ta'sir. Biz asosan bu kishi aytganday, oziq-ovqat mahsulotlari, meva, sabzavotlar, ya'ni aholining bu un mahsulotlari, aholining asosiy iste'molidagi, demak, mahsulotlar nuqtai nazaridan inflyatsiyani iloji boricha oshirmaslik va pasaytirish siyosatini O'zbekistonda yurityapmiz. Qolgan mana e'tibor bersanglar, o'sha ma'lum bir tovar guruhlar aksessuarligi oshiriladi, misol tamaki mahsuloti oshiriladi, boshqa qiladi. U narsadan biz oshirilgani bilan kimdir misol uchun 20% oshsa, inflyatsiya 20% degani emas. Biz asosiy e'tiborimiz o'sha makroiqtisodiy nuqtai nazaridan o'rtacha, demak, inflyatsiya darajasi belgilanadi, lekin asosiy davlatning siyosati o'sha aholining asosiy iste'molidagi tovarlarga inflyatsiyani iloji boricha pasaytirish siyosatini yuritadi. Buni iqtisodiy mazmuni shunga qaratilgan. Bu yerda pul birligini boshqa valyutalar bilan masalasi qanaqa? Bu bo'yicha ham qisqa tushuntirish berib keting. Hozir bu mahsulot bo'yicha ko'rdik. Pul birligi nuqtai nazaridan agar keyingi kuzatishlarni oladigan bo'lsak, O'zbekiston so'mi boshqa valyutalarga nisbatan 7,5% ga qadri oshdi. Bu misol uchun dollarda tushishi, yana oshishi, yana tushishi. Umuman olganda bizning valyutamiz 7,5% ga qadri balandlashdi buni. Bu degani O'zbekistonda bu inflyatsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni valyuta tushumlariga nisbatan so'mda oladigan bo'lsak, biz misol uchun agar bir birlik mahsulotni ishlab chiqarishga ilgari $1 sarflagan bo'lsak, pulimizni mustahkamlanishini evaziga endi 95 yoki 90 sent sarflaymiz. Bu degani eksport qiladiganda bizda ko'proq valyuta tushumlari ko'payadi degani. Baribir xalqaro, demak, valyutada biz hisob-kitob qilamiz. Misol uchun Amerika AQSh dollarida, yevroda, boshqa valyutalarda ham. Bu esa iqtisodiyotga ijobiy, demak, o'zgarishlarni mana shu tendensiyani ko'pchilik aholimiz vakillari tushunishmaydi. Qaysidir ma'noda nega so'm qadrsizlanadi yoki qadri ortadi yoki dollar nega ko'tariladi, nega pasayadi? Shu qisqacha bu bo'yicha ham tushuntirish berib ketaylik aholimiz vakillariga. Men hozir misol bilan keltiray. So'mda ish qiladiganlar, misol uchun so'mni saqlab, so'mda ish qiladigan uchun so'mni mustahkamlanishi ular uchun plyus. Agar kimdir dollarda ish qilayotgan bo'lsa, mana misol uchun
$30,000 mashina olyapti. Aha. Lekin kursni pasayish hisobidan u o'sha kursni farqidan yutishi ham mumkin. Lekin $30,000 mashina narxi o'zgarmagan. Lekin ilgari $30,000 uchun falon million so'm sarflagan bo'lsa, endi u uchun uncha pul sarflamaydi, kamroq pul sarflaydi. Buni ya'ni valyutani o'zgarishining o'ziga xos boyagi operatsiyasiga bog'liq. Agar so'mda ish qilayotganlar, so'mda qadr oshyaptimi, inflyatsiya tushyaptimi, so'mda ish qilgani ma'qul. Lekin agar valyuta nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu valyutani, demak, kursni pasayish hisobidan agar chet bilan aloqa qiladigan bo'lsa, ma'lum bir ma'noda valyutada ish qilgan. Chunki biz xalqimizda u yoki bu pul birligida ish qilgan demaymiz hech qachon. Ularda ixtiyorida mana biznesmenlar o'tiribdi, xohlaganda, lekin biznesmenlar aniq biladi, qaysi valyutada qaysi faoliyatni qanday amalga oshirish kerakligini bular ustasi bo'lib ketgan. Shuning uchun ham iqtisodiyotni ichiga kirib borib, tushunib borishda mana shunday o'ziga xos. Men endi umumiy qilib aytayapman. Mana biznesmenlar buni konkret misollar bilan keltirishim mumkin. Mana shu mohiyati shunday. Shuning uchun xalqimizga aytamiz, so'mimiz barqarorlashyapti. So'mda ma'lum bir ishni amalga oshirishda hech qo'rqmaslik kerak. Valyuta olaman desa, mana banklarda agar ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, aholini dollar sotib olishga nisbatan ancha baland. Misol uchun 70 ga 30%da. Aholi bankka ko'p valyuta sotyapti, lekin sotib olishi undan kamroq. Demak, so'mda obro'y oshganligini ham mana shundan ham kuzatsak bo'ladi. Joriy yil statistikalariga ko'ra, bu aynan valyuta ayirboshlash quvvati aholimiz orasida 23% ga oshgan ekan. Bizdagi yangi yakuniy ma'lumotlar bo'yicha. Marhamat. Mana ustozning hozir fikrlarini davom ettirgan holatda, mana iqtisodiy terminologiyada devalvatsiya va revalvatsiya tushunchalari bor. Bu o'sha devalvatsiya milliy valyutani xorijiy valyutaga nisbatan qadrsizlanishi, revalvatsiya esa aksincha. Endi hozirgi holatda men bu iqtisodiy o'sishga qaysi holatda devalvatsiya xizmat qiladi, ya'ni eksport oshirishga xizmat qiladi. Buni biz iqtisodiy o'sishda asosiy ustuvor yo'nalish sifatida O'zbekiston 2030 strategiyasida bu narsa alohida belgilab bo'lgan. Bitta maqsadda mahalliy xomashyo mahsulotlarni qayta ishlovchi ishlab chiqarish kuchlarini, ya'ni zavod fabrikalarni oshirish hisobiga biz yuqorida aytganimizdek kurs o'zgarishi bizni eksportimizni rag'batlantiradi. Ya'ni biz ishlab chiqaradigan mahsulotlarni xomashyosi asosan o'zimizni, demak, mahalliy mahsulotlardan bo'lsa, ya'ni so'mda sotib oladigan bo'lsak, o'shandagina bizani hozir o'sha qanchadir masalan $100 bitta mahsulot turadigan bo'lsa, uni asosiy ishlab chiqarishning ko'pgina qismi so'mda sotib oladigan mahalliy mahsulotlar, xomashyo mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, bunda bizning xuddi o'sha ishlab chiqargan mahsulotimiz xalqaro bozorda yuqorida mana ustozimiz aytgandek raqobatbardoshlikda narxni pasaytirish imkoniyatini beradi. Ya'ni kurs farqidan bizada masalan 100 so'mga bu mahsulotni ishlab chiqaramiz, lekin kurs farqidan bu bizga masalan $7 yoki $6 tushish hisobiga xalqaro bozorda biz uni arzonroq sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz va raqobatbardoshlarni yutish imkoniyati bo'ladi. Bir savol berib ketdi, so'mda biz xorijga mahsulot sota olamizmi? Yo'q, so'mda xorijga mahsulotni qarang, mahsulot ishlab chiqarishda asosan xomashyosini milliy mahsulotda sotib oladigan mahsulot ishlab chiqarishga e'tibor qaratilish kerak. Bu yoqda mahalliy ishlab chiqaruvchilar, mana prezidentimiz ham alohida ta'kidlab o'tdi, mahalliy brendlarni yaratish, mahalliy ishlab xomashyolar. Mana hozirgi kunda bitta jihatda alohida e'tibor qaratish kerak. Mana bosh siyosatida mana paxtamiz biz yaqin-yaqingacha faqat paxtani boyagi tola sifatida yoki ip demak sifatida gazlamaga ham даже bormagan, menimcha tasdiqlaydilar tadbirkorlarimiz. Lekin hozirgi kunda mana juda ko'p ommaviy axborot vositalarida eshityapmizki, bu biz nafaqat o'zimiz ichki paxtadan, biz Amerikadan paxta sotib olishga o'tyapmiz hozir. Nima hisobidan? Mana bugungi kundagi o'sha qishloq xo'jaligida klasterlarni ishlab chiqarish, mahsulotga aylantirish hisobidan. Demak, bu bevosita xuddi shu mana hozirgi kunda yana bitta bosh siyosatida shunaqa nima qo'yilganki, agar o'sha paxtadan ishlab chiqarilgan tola yoki ip sifatida eksport qilinadigan bo'lsa, bunga qo'shimcha boj belgilanyapti. Biz eksportni shu paytgacha faqat rag'batlantirish, hali boj o'rnatilish tugul, faqat rag'batlantirish mexanizmida keldik. Ya'ni imtiyoz berdik, qanchadir skidkalar berganmiz, ya'ni kamaytirish sifatida. Bugungi kunda hozir agar ip sifatida yoki yarim tayyor mahsulot sifatida eksport qiladigan bo'lsa, unga boj qo'ydi. Ya'ni uni O'zbekistonning o'zida tayyor mahsulot qilib, undan keyin eksportga olib chiqish. O'shandagina demak asosiy urg'u shunga qaratilishi kerak. Tushunarli. Endi aholi bandligi masalasi boya to'xtab qolgan mavzuyimiz. Marhamat. Maqlab ketay tadbirkor sifatida endi shuning ichida qo'g'irib yurimizda. O'tda ikkita mavzu bor. Inflyatsiya mavzusi, dollar kursi mavzusi. Xohlasangiz kelasiga oddiyroq qilib, iloji boricha xalqimizga tushunarliroq chunki bu yerda olim insonlar o'tirishibdi-da.
lekin televideniyada ko'rgan odamlar ham ay man tushunmas ekanman bundan ko'ra Instagramga yurib yuboradi-da hozir. Oddiy qilib tushuntirganda inflyatsiya nima? Xalqimiz kimdir oyiga 5 million so'm pul ishlaydi. Boring yana 10 million deylik, 5 millionga hech narsa oilani ham boqolmaydigan davrga kelib bo'lganmiz. Ya'ni pulni qadri shunaqa. 10 million o'tgan yil pul topgan oila o'sha puliga bir oyda nima ola olardi va bu yil ham o'sha 10 million so'miga qancha narsa oladi. Pulli kuchi, pulli qadri. O'tgan yil oyiga 10 millionga go'sht oldingiz, uy oldingiz, bu oldingiz, svetni to'ladingiz, gazni to'ladingiz, jami ro'zg'oringizga yetuvdi. Bugun oyligingiz oshmadi, 10 millionni ishlatyapsiz, yetmayapti. Demak 10 millionni bir yillik oldingi kuchi bilan bu yilgi kuchi katta farq bo'lsa, inflyatsiya mana shu yerda ko'rinadi. Yo'q, yetib turgan bo'lsa, oldingi yilga 10, 11, 12, 13 bo'lgan bo'lsa, hozir 10 millioningiz 11 million bo'lsa, yilga 10% inflyatsiyaga teng bo'libdi. Pulimiz qadri 10% bo'libdi deb qarashimiz to'g'riroq bo'ladi, xalqcha aytganimizda. Shuning uchun inflyatsiya oshib ketsa, narxlar 10% emas, 20%, 20% emas, 50%, 50% emas, 2 barobar oshib ketsa, bu degani pul qadrsiz bo'ladi. O'shaning uchun davlatning siyosati imkon qadar pulimiz qadrsizlanmasin deydigan ma'noda Markaziy bank orqali, boshqa orqali, tillarimizni zaxirasini sotish orqali, boshqa orqali xalqqa og'ir tushmasligi nuqtai nazaridan siyosatni ham nima qiladi, ortiqcha pulni ko'p chop qilmaydi. Bu birinchi mavzu. Shuning uchun inflyatsiyani ushlab borish nima bilan qilinadi? Davlat siyosati bilan. Eksportimiz ko'p bo'lib, pul tushumlari yaxshi bo'lib tursa, uni siyosatdan. Bu birinchi mavzu. Ikkinchi mavzusi dollar mavzusi. Dollarning oshishi, tushishi har doim tanganing ikkita tomoni bor. Plusi bor, minusi bor. Kimga yaxshi, kimga yaxshi emas. Dollar oshishi kimga? Dollar tushganligi 13 ming edi. Masalan, yilning o'rtalariga kelib, o'tgan yil boshida yoki shu yil boshida 13 ming, hatto maylagacha taxminan 13 mingga chiqdi. Hozir dollarimiz 12 ming atrofida, ya'ni Markaziy bankning kursi. Bu yaxshimi? Ha. Chet eldan agar hamma importimiz Xitoydan, o'tdan, bo'tdan bo'lsa, 1 dollarga keladigan mol aholimizga 13 mingga emas, 12 mingga aylanyapti. Rastamoshkasi, boshqasi bilan balkim 13 ming, 14 ming polkalarga tushib kelish xarajatlari bilan aytaylik, hamma qimmatlashmadi. Import mahsulotlari bozorimizda raqobatbardosh bo'ladi degani. Oldin dollar oshsa, men narximni oshirmasam bo'lmaydi. Dollar 12 mingda 13 ming bo'ldi. Men oshirmasam, men ertaga olib kela olmayman dedi-da, dollar oshsa narxinglarni oshirasiz degan gap bor-ku. Dollar tushsa nimaga tez tushirmayapsiz desa, qo'rqadi, balki ertaga oshib ketmasligi uchun. Mana hozir oxirgi iyul oyidan bugungacha dollar stabil darajada 12 mingga tushganligi bu yaxshi signal. Tadbirkor moslashib oladi. Yo'q, qo'rqmasdan tan narximni men kurs 12 dan sotib oldim. O'sha 1 dollarga tushgan narsamni tan narxi menga 13 ming emas, 12 ming bo'ladi. O'shaning ustiga o'zimni 10%imni qanchadir ustamamni qo'yib, arendam, oyliklarim, xarajatlarim, soliqlarimni yopib, o'zimga foyda qolsa yana olib kelaman deydi. Shuning uchun dollar tushishligi import qiluvchilarga yaxshi, lekin eksport qiluvchi, ishlab chiqaruvchilarga yaxshi emas. Buni ham aytib qo'ying. Sababi ishlab chiqarishda sizmi, menmi, yaqiningizmi, kimdir hammamiz xohlaymiz ishlab chiqarishlik, o'sha davlatlarga eksport qilaylik deymiz. Qaysidir mahsulotimiz aytaylik tan narxi, maykami, futbolkami bir narsa ishlab chiqardik. 100 ming so'mga tushyapti. 100 ming so'm. Butun hamma xarajatlarni hisoblasak. Dollar 13 mingligida bizi maykamizni, o'sha futbolkamizni tan narxi 7 dollar 69 sent bo'lardi. Yoki aytaylik, istalgan mahsulotimiz tan narxi 7 dollar 69 sent edi. Eksport qilsak mahsulotimiz Xitoydan ko'ra qiziqarliroq, Turkiyadan ko'ra qiziqarliroq chiqardi. Endi dollarimiz kursi 12 ming bo'ldi, zo'r bo'ldi dedik. Halimaga zo'r bo'ldi, lekin Salima qiynalyapti. 7.69 lik futbolkani tan narxi 8.34 sentga aylandi. Endi bizning mahsulotimiz Xitoy bilan Turkiya bilan raqobat qila olmay qoladi. Raqobat qila olmaganimizdan keyin, chunki u yerda har yarim sent konteyner molimizga bizni bozorimiz oshqovoqimizga qaramaydi. Aka bizda dollar tushdi desa, meni qiziqtirmaydi, menga shuni bergin desa, foyda qolmagandan keyin tadbirkor u ish yig'ishtirishga majbur bo'ladi. Qo'lida 1000 ta emas, 500 ta xodim qoldiradi, qisqartiradi. Nalogi, hisobi, arendasi, chirog'i, hamma xarajatini hisoblaydi xodimlar. Bir tarafdan 10 millionni 11 million qilib bering deb turibdi oyligini. Ya'ni tan narxi yana oshyapti, lekin bozorda
mahsulot raqobatbardosh bo'lolmay qoladi. Biz qo'shnilarimizga mahsulotimizni beramiz, aka uzr, men Xitoydan nimadan Turkiyadan olganim yaxshiroq ekan deydi. olaman degan ma'noda. Shu nuqtai nazardan har bir tangani ikkita tomoni bor. Nima uchun dollar aslida 13 mingdan 12 ming tushdi? Bu nafaqat butun dunyoga tushirdi. Xuddi Xitoy har doim o'zini davlat mablag'ini kursini pasaytirishga harakat qiladi. Amerika san kursini maxsus o'zing tushiryapsan deydi. Chunki moling meni bozorimga raqobatliroq bo'l degan ma'noda bosim qilishga harakat qiladi. Yaponiya ham kursini tushirishga harakat qiladi. Kursi qancha tushsa, ya'ni butun konvertatsiyada u yutadi. Hozir meni o'zimning shaxsiy fikrim, balkim adashayotgandirman, olim insonlar bor. Amerikan trillion butun dunyodan qarzi bor. U balkim Tramp siyosatidir. Shunaqa qilib o'zini kursini qadrsizlantiryapti. Bu bizni yutug'imiz deb hisoblamayman men. Bu butun dunyoga nisbatan qadrsizlantiryaptiki, o'zini qarzini nisbatan trillionni osonroq qutuladi. O'shaning uchun bu tashqi omil deb bilaman. To'g'ri, bizda tillani narximiz oshganligi bu bizga yutuq. Chet eldan ya'ni ishlab pul jo'natayotganlar dollarda kelgani bizga eksport import balansimizga yutuq. O'shaning uchun gapiramiz desa gap ko'p. Bu meni o'zimni shaxsiy kuzatuvlarim. Tijorat ichida 25 yildan oshiq yurganlarim, hamma narsaning tangani ikki tomoni bor. O'shaning uchun buni bilib, ham biznes, ham olimlar, ham iqtisodni nuqtai nazaridan qarasak, xo'p, buni qilsak nima bizga plyus, buni qilsak nima plyus? Inflyatsiya har doim bo'ladi. Faqat eng asosiy niyat nima? Voy, inflyatsiya 20% bo'lib ketmasin. Xalqimizga og'ir tushadi. Lekin kurs tushib ketishi tagidagi ishlab chiqaruvchilarimizga kayfiyatiga ta'sir qildi. Mebelchilar, tekstilchilar, boshqa sohadagi qurilish sohadagilar o'zimizda ishlab chiqargandan ko'ra import qilishga qiziqib qoladi. Yana import oshishiga sabab bo'ladigan fikrdaman. Balki adashayotganlarmi? Demak, ichki ishlab chiqaruvchilarga dollar kursi tushib ketsa bu zarar. Yo'q, xarajat qimmatlashi. Chekki eksportchilarga zarar. Eksport qilishimizga raqobatda ichkilarga balkim so'mda chiqaruvlarimiz, ichki bozorga sotamiz, lekin tagidagini ham bittamiz qo'shnilarimizga sotishimiz kerak. Ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga oshyapti, tadbirkorlik subyektlari ko'payapti, eksport ko'payadi. Demak, bu maqsadli amalga oshirilyapti bu narsa. Tagidagi niyat baribir qo'shnilarga sotsak bizga valyuta keladi. Lekin qo'shnimizga Xitoy boshqa davlatlarga nisbatan biz raqobatbardosh bo'lishimiz uchun pulimizni qadri, ya'ni dollarga nisbatan tushib ketishi bizni ishlab chiqaruvchilarga risk hisoblanadi. Ya'ni ko'tarmaydi deydi-ku oddiy xalq. Men ko'tarmaydi, bozor xarid qilmayapti degan signal bo'ladi. Tushunarli. Boyagi masalaga qaytamiz, marhamat. Mamlakatimizda shu 9 oylik yakunlari bo'yicha erishilgan natijalar, ya'ni makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga to'xtalyapmiz-da. Ya'ni bizda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar deganda shu yalpi mahsulotimiz mana 7.6% ga oshganini kuzatishimiz mumkin. 9 oylik yakuniga ko'ra yil yakuniga qadar 7% atrofida bo'lish prognoz qilingan. Boshqa inflyatsiya haqida mana juda o'sha fikrlar ko'p bildirilyapti ustozlarimiz, ekspertlar tomonidan va o'sha tashqi savdo aylanmasi, tashqi savdo haqida deymizmi, barcha o'sha makroiqtisodiy ko'rsatkichlar umumiy prognozi nimagaki o'sha kelgusidagi barqarorlikni ta'minlash. Hozir bilamiz, o'sha butun jahonda geosiyosiy vaziyat, beqarorliklar, noaniqlik bir sharoitida juda ko'plab rivojlangan mamlakatlarimiz iqtisodiyoti juda bo'lmaganda sekinlashdi yoki bo'lmasam turg'unlikda yoki bo'lmasam shu default darajasigacha borgan iqtisodiyotlarni kuzatishimiz mumkin. Bizda endi bugungi yutug'imiz sifatida ko'rsak ham bo'ladigan tomoni shundaki, bizda mamlakatimiz 2023-yilda O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilinganligi, bunda o'sha ikkinchi bandda aynan o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida ikkinchi bandida barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini oshirish. Ya'ni bu umumiy g'oya shundan iborat va bandlar bo'yicha ketma-ketlikda 2030-yillargacha bo'lgan davr oralig'idagi makroiqtisodiy barqarorlik to'g'risidagi o'sha prognozlarimiz bor. Biz bilamiz, har doim prognoz bo'lgan. Hamma davlatda ham har doim o'sha yaqin, uzoq, o'rta muddatli istiqboldagi reja prognozlari bo'ladi. Lekin biz o'sha kuzatishimiz mumkinki, o'sha har bir prognoz ham ijroda, amalda buni to'g'ridan to'g'ri mos kelavermaydi. Ya'ni prognoz ijroda aynan shunday amalga oshmasligi mumkin. Undan oshishi, tushishi yoki aynan prognoz darajasida bo'lishi. Lekin o'sha bizda o'sha hozir to'xtaladigan tomonimiz, bizda o'sha oldimizga qo'ygan prognozlarning yaxshi natijaga erishilganligi, ya'ni buning nafaqat o'zimizdagi bu
o'sish foizlaridagi ko'rsatkichlar qolaversa, xalqaro darajada Jahon banki, xalqaro taraqqiyot banklari yoki Moody's tomonidan, agentliklar tomonidan kabi agentliklar tomonidan bizni iqtisodiyotimizga, sohalarimizga, institutsional asoslariga, boshqaruv sifatiga va bir qancha ko'plab ko'rsatkichlarga ijobiy barqaror ko'rsatkichdan BBdan barqarordan ijobiyga o'tganligimiz buning o'sha strategiya prognozimizning to'g'ri tanlanganligi va amalda uning ijrosi to'g'ri yo'naltirilayotganligidan dalolat beradi. Endi qisqacha bo'lsa ham yana shu inflyatsiya darajasiga to'xtaladigan bo'lsam, xuddi shu prognozlar qatorida boshqa davlatlarning ham shu xalqaro valyuta nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, u o'sha AQSh qarzdorligi to'g'risida mana Husan akamiz gapirib o'tdilar. O'sha qarzdorlik nuqtai nazaridan o'sha juda ko'plab bu bo'yicha olimlarimiz, mutaxassislar fikrlarini eshityapmizda, bu omil ham bor. Juda ko'p omillar orasida, ya'ni o'sha tashqi qarz yukini kamaytirish nuqtai nazaridan yoki o'sha eksport importga inflyatsiya yoki deflyatsiyaning ta'siri deyilgan. Umuman olganda xalqaro standart bo'yicha 3% gacha inflyatsiya darajasi salbiy deb qaralmaydi. Ijobiy deyilmasa ham salbiy deb qaralmaydi. Lekin yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, inflyatsiya boya summada uslovdan misol qilib aytildi. O'sha boyagi holat bo'yicha agar solishtiradigan bo'lsak, aholi daromadi 18.4% ga o'sgan. Ya'ni o'tgan yilga qaraganda bu yil aholining daromadlilik darajasi 18.4% ga o'sgan, lekin bizda inflyatsiya darajasimiz misol uchun 7% ga yetgan bo'lsak, bu o'sha haqiqatdan to'g'ri ma'noda o'sha hukumatimiz tomonidan olib borilgan islohotlar va o'sha prognoz ko'rsatkichlarimizning bu o'sha ijobiy amaldagi natijasi sifatida ko'rish mumkin. Umuman olganda o'sha Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarining nuqtai nazaridan agar qaraydigan bo'lsak, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlayotgan 5 davlat orasida ekanligimiz bu quvonarli. Lekin u yerda yana aniq raqamlar bilan aytilgan 22 davlat bu o'sha Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari orasida bu o'sha iqtisodiyoti sekinlashgan. Umumiy agar bu o'sha Yevropa va o'sha Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi reyting agentliklari tomonidan, o'sha Jahon banki tomonidan berilgan statistik ko'rsatkichlarga o'rtacha ko'rsatkich 2.4, 3.7 kelgusi davrlarga 3.3 prognoz raqamlari borda. Lekin bizda umumiy olib qaraganda bu o'sha ularning o'sha o'rtacha o'sishdan bizning iqtisodiy o'sishimiz o'sha 6-7% atrofida o'ynayotganligi undan 2 barobar yuqori deganini ham izohlashimiz mumkin. Bu yerda bir Markaziy bank mana shu yilda kuzatdik bir voqeani, asosiy foiz stavkasini 13.5% ga bir tushirdi, yana qayta ko'tardi. Bu yerda qanaqa bir maqsad ko'zlanganida bu narsa ham baribir iqtisodiy o'z suratlariga ta'sir qiladi, kattagina ta'sir qiladi bu. Marhamat ustoz. To'g'ri aytdingiz, o'rtada bir Markaziy bank pul kredit siyosatini yuritayotganda 13.5% ga tushirdi. Bu o'z-o'zidan emas, bu albatta inflyatsion kutilmalardan kelib chiqqan holatda belgilanadigan demak ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ladi. Demak, e'tibor berishimiz kerak, mana shu yerda aholining daromadlari, ya'ni qanchalik o'syapti degan savolga javob berishimiz kerak. Mana ustozimiz aytib o'tdi, mana shu 9 oy davomida umumiy daromadlari demak 18.4% ni tashkil qilgan bo'lsa, umuman real o'sish aholini bu yerda 9.5% ga ko'tarilganligini ko'rsatyapti. Mana shuni o'zi ham o'sha nominal stavka bilan o'sha inflyatsiya darajasidagi farq, demak aholining daromadlari 9.5% ga o'sishi bilan, bu uning o'sha pulini xarid qobiliyatini ko'tarilishi bilan izohlanadi. Mana shu jihatdan demak aholining daromadlari oshib boryaptimi? Bu nimaga olib keladi? Jamg'armaning ko'payishiga. Jamg'arma nimaga asos bo'ladi? Investitsion faoliyatning rivojlanishiga. Investitsion faoliyat nimaga javob beradi? Bu yana qo'shilgan qiymatni yaratilishiga sabab bo'ladi. Qo'shilgan qiymatni yaratilishi esa taklifni, bozorda taklifni ko'payishiga, bu yerda yana narxlarni barqarorlanishiga va ustozlarimiz aytgandek, aholini o'sha birlamchi xarajatlardan tashqari, ya'ni ikkilamchi xarajatlarini ham moliyalashtirilishiga o'sha sabab bo'ladigan mablag'larni topishiga, ishlab topilishiga, daromadlarini o'sishiga sabab bo'ladi degan demak natija kelib chiqadi. O'zbekistonda 2025 iqtisodiy rivojlantirish, makroiqtisodiy rivojlantirishda fiskal siyosatning o'rni ancha katta. Fiskal siyosat bu xabarimiz bor hammamiz, byudjet va soliq tushumlari siyosati demak fiskal siyosatni tashkil qiladi. Shundan demak byudjet
siyosatda bugungi kunda amalga oshirilayotgan bir qancha islohotlar amalga oshirilyapti. Bu natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ochiq byudjet tizimini yo'naltirish amalga oshirildi hamda xarajatlarning haqiqiy holatini tahlil qilish amalga oshirishlari amalga oshirildi. Shularning ichida demak natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish eng avvalo demak byudjet mablag'larini ta'minlovchi har bir tashkilot o'zining kelgusidagi qilish kerak bo'lgan xarajatlari uchun demak pasport yaratib olish kerak. Bu pasportda nimalar ko'rsatiladi? Demak, kelgusida bu qurilish amalga oshiriladigan bo'lsa, albatta shu qurilishning natijasida eng avvalo unga qo'yiladigan maqsad qurilishda amalga oshirishdan keyin kelgusida keladigan unga daromad qayerdan nima foyda bo'lishi. Undan keyin esa demak vazifalar belgilab olinadi. Bu vazifalarda qanday chora-tadbirlar amalga oshirilishi ko'rsatiladi va ko'rsatkichlar aniqlab olinadi. Vazifalarda demak qanday chora-tadbirlar amalga oshirilgandan keyin ko'rsatkich siyosati olib boriladi. Ko'rsatkichlar demak qanday inovatkorlar, ya'ni KPI tizimi deyiladi. Bu KPI tizimi bo'lsa, demak maktab qurdikmi? Maktabda biz ta'lim berilayotgan bolalarimizning kelgusidagi maktabga qamrovlik darajasi necha foizga oshganligi bilan demak bu o'z isbotini topib beradi. Yoki tibbiyot sohasi bo'ladigan bo'lsa, demak tibbiyotga biz mablag' yo'naltiryapmizmi? Tibbiyotga qurilish amalga oshirilyapti. Demak, qurilish natijasida biz kelgusidagi tibbiyot orqali qancha kasallikni kamaytirish imkonini amalga oshirganimiz bu o'z isbotini topib beradi, demak byudjetlashtirishda. Undan tashqari demak byudjet siyosatida ochiq byudjet siyosati demak takomillashtirish olib borilyapti. Bu ochiq byudjet siyosatini takomillashtirish, byudjet mablag'lar sifatini ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, ya'ni jamoatchilik nazoratiga eng avvalo demak bu ommaviy axborot vositalari bo'lishi mumkin yoki fuqarolar yig'ini orqali jamoatchilik nazorati kuchaytirilishi kerak. Bu jamoatchilik nazoratini kuchaytirish uchun har bir byudjetdan mablag' olayotgan korxonalar albatta Moliya vazirligining demak saytida o'zlarining byudjetdan ishlatilayotgan mablag'larni joylashtirib olishi. Joylashtirib olish natijasida demak har bir bu byudjet mablag'larini nazorat qiladigan ommaviy axborot vositalari bilan fuqarolik yig'inlari bo'ladimi, boshqa institutlar bo'ladimi? Demak, bu mablag'larning qay tartibda xarajatga amalga oshirilayotganidan xabardor bo'lib borishi bu ochiqlik siyosatimizda yana ham keltirib beriladi. Ya'ni jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali davlatning pul kredit siyosati, fiskal siyosatini shaffofligi ta'minlanyapti bu bo'yicha. Tushunarli. Bular natijasida xarajatlar tanqidiy tahlil amalga oshirildi. 2005-yilda bu ya'ni samarasiz xarajatlarni amalga oshirish eng avvalo demak u yerda slujebniy boyagi mashinalarga, xizmat ko'rsatish mashinalaridan xarajatlar mabodo kamaytiriladigan bo'lsa, kelgusida buni maqsadli yo'naltirish, ya'ni maktablarga yoki tibbiyot sohalariga yo'naltirish bu byudjetimizda amalga oshirilgan islohotlar natijasi deb tushunsak bo'ladi. Buning natijasida demak aholimizga yana ish o'rinlarining ko'payishi yoki ish bilan ta'minlanish natijalari kelib chiqyapti. Tushunarli, rahmat. So'nggi bir qisqa savol bor edi. Biz inflyatsiyani aynan pasaytirish haqida gaplashdik, lekin uni bor qiymatini saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Bu asosan men xulosa o'rnida aytaman. Mana makroiqtisodiy barqarorlikning muhim ahamiyati bu iqtisodiyotni o'sishni ta'minlaydida, inflyatsiyani tushirib, ma'lum bir me'yorda saqlab turadi. Ya'ni biz boyagi mana yuqorida aytdik-ku, ma'lum bir inflyatsion darajalari salbiy baholanmaydi, lekin uni foizga bog'liq. Qoida bo'yicha o'sha 1,5, 2, 3% inflyatsiya iqtisodiyotni jonlantiradi. Lekin uni 6% bo'lishi, 10% bo'lishi, 20 bu iqtisodiyot uchun salbiy ahamiyat kasb etadi-da. Shuning uchun Markaziy bank o'sha qayta moliya stavkasini inflyatsiyaga, ya'ni arzon pullar yoki qimmat pullarga qarab tartibga solib turadi. Agar inflyatsiya o'sadigan bo'lsa, qayta moliya stavkasini qisman ko'tarishga to'g'ri keladi. Inflyatsiya pasayadigan bo'lsa, qayta moliya stavkasi ozgina tushiriladi. Shuning uchun ham Markaziy bank doimiy nazoratda ushlab turadi va o'sha aynan inflyatsiyani targetlash bo'yicha Markaziy bank so'rovnoma o'tkazadi. Bu so'rovnomada biznesmenlar, aholi va bir qancha toifalardan inflyatsion kutilmalarni u berib boradi. Va shunga qarab iqtisodiy siyosat yuritiladi va davlatga Markaziy bank iqtisodiy siyosatning muhim boyagi uzak bo'g'inlarini taklif etadi va iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lum bir barqarorlikni ushlab turish uchun ma'lum bir mezonlarni aniqlab oladi. Va xulosa qilib aytganda, mana shu makro iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun biz iqtisodiyotni shunday darajada ushlashimiz kerakki, iqtisodiyot qizib ham ketmash kerak, iqtisodiy pasayish ham bo'lish kerak emas.
bizni shu ko'cha kunduzda iqtisodiyotni rivojlantiradigan yalpi ichki mahsulotning o'sishi 6-7% yuqori bo'lishi kerak. Bu bizni rivojlanishimizning muhim demak iqtisodiy ko'rsatkichi hisoblanadi. Rahmat barchaga. Albatta iqtisodiyot barqaror hamda qudratli bo'lsa, davlatdagi barcha tizimlar, barcha sohalar teng ravishda rivojlanadi va aholini xarid qobiliyati ham kuchayadi. Shu bilan birgalikda farovonlik darajasi oshadi. Barchangizga kattakon rahmat deymiz va yil yakunlanar ekan. Iqtisodiy masalalar bo'yicha hali suhbatlarimiz davom etadi. Hozircha esa xayr, O'zbekiston telekanali orqali Munosabat tok-shousi dasturlarini tomosha qilib borishda davom eting. Keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz.